150 bosh akalarim mana shunaqa toza hisori qo'ylaringiz yetib keldi. Akalar, hisori qo'ylarni Velikan gigantlaridan olaman deb yurgan ko'kalaringiz bo'lsa, shoshilib qolaveramiz do'stlar. Do'stlar, xudo xolisa 22-mart sanasi bilan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'ida akalarim Quvonchbek akamizning oldiga keldik. Quvonchbek akamiz xudo xolisa, narxlarni ham Ilhomjon bir chiroyli qilib beraman deyaptilar akalar. Akalar qo'ylarni bitta-bitta ko'rib olaverasizlar. Xudo xolisa bir-biridan zo'r, bir-biridan Velikan, bir-biridan katta-katta qo'ylar. Xudo xolisa akalar yosh hammasi. Hammasi akalar burada tish to'kkan nimasi yo'q. Hammasi xudo xolisa Quvonchbek aka yosh qo'ylar deb aytdingiz aka? Hammasi yosh qo'y. Hammasi xudo xolisa bir dona tish qoqqan qo'y yo'q. Bu 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'y. Iye, baraka toping. Akalar kelib ko'rib olaveramiz. Hammasi akalar bo'ylar 85 olaveradi-ku. Qo'yim Velikan bari 85 plyusga olishavering. Gap yo'q. Yevichlarda muammo yo'qmi? Unaqangi muammosi yo'q. Akalar kelasizlar, qo'yni ustida o'zlaringizdan guvoh bo'lib, bemalol tekshirib ko'rib olaverasizlar. Yilin ko'rsatib qolganlari ham anchasi bor. Bemalol kelaverasizlar akalar. Nasib bo'lsa, qo'yni zo'ran olaman deydiganlar bo'lsa, Quvonchbek akamizga murojaat qilaverasizlar. Akalar, bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Har bitta obuna bo'lgan yurtdoshimizning uyida akalar shunaqa qo'ylardan 300 bosh, 400 bosh bo'lishi nasib qilsin. Quvonchbek aka necha pul qilib beramiz aka? Narxini bitta chiroyli qo'yib ayting qani? Yo'qmi kelishaveramiz kelgandan keyin. Ilhomjon, qo'yim shu kelishilgan narx 6,5 milliondan bo'lsa bir joyda. Ketdi. Agar tanlab olishga plyusi biz tanlab bersak minusi bor. Akalar 6,5 million so'mdan optim narx 5 ta 10 ta tayoq taylariga ham shu narxmi? Tayoq taylashga 6,5 dan ketaveradi. Gap yo'q. Akalar tanlab olaman desanglar, narxi o'zgaradi, plyus minusi bor. Pastda Quvonchbek akamizning nomerlarini qoldirib qo'yaman. Manzilda aytib o'tdim, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'i. Bemalol pastda nomerga chiqib akamiz bilan savdosini bitirib olsanglar bo'ladi.